koreyslarni yuzlari bilan faxrlanishi, dunyo arenasida hamma har xil narsasi bilan chiqadi, ular terisi bilan chiqishi meni hayratga solganda, ya'ni ularni o'sha teriga bo'lgan muomalasi juda kichkinalikdan hozir mana yoshlari 50 dan oshgan bo'lsa ham bizni ba'zi qizlarimizni 18-20 yoshlardan daki turishi meni hayratlantirgan. Odam qilgan ishni odam qila olar ekan-ku deb kremlarga ishonch bilan ishlatishni boshlaganman. Ya'ni agar bularni o'zlarini ko'rmaganimda edi, faqat sizni tavsiyangiz yo'q, koreyslar bunaqa deganingiz bilan bo'lmasdi balki. Menga juda ham katta model vazifasini bajarganlar o'sha uchun. 어디 가도 이제 한국 사람들이 자기 피부에 좋다는 말을 많이 듣고 만약에 뭐 다른 나라 사람들이 뭐 눈이 예쁘다 그리고 아니면 다른 거 뭐 눈썹이 예쁘다 그런 거 들으면 한국 사람들이 피부 좋다는 그런 것들을 이제 많이 보여주잖아요. 그래서 근데 만약에 그 한국 사람들을 못 봤으면 그 말을 안 믿었을 거라고. 그래서 계속 이제 보니까 더 믿고 아 저도 관리를 하면 그 정도 되겠구나. 55살에 이제 이렇게 보일 수 있구나. 그래서 지금 열심히 피부 관리를 하고 있다고. 걱정하지 마세요. 우리가 도와드릴 거예요. 도와줘들라 더 어려지게. Xavotirolmang deyaptilar. Biz yordam beramiz. 55 yoshingizda bizga o'xshab yosharib yurishlaringiz. Shunday. Meni maqsadim, maslagim shu o'rtoqlar. Chunki baribir sahna odamman. Yuzim uchun qayg'urishim kerak.